Butun vodiy Buxoro askarlarining jasadlari bilan qoplanadi. Shunga qaramay, buxoroliklar saflarni tiklab olib qarshi hujumga o'tadi. Qo'shin to'plamaganlikda, zamonaviy qurollar bilan qurilmaganlikda va hatto ba'zan sotqinlikda ham ayblaydi. 1868-yil hozirgi Kattaqo'rg'on yaqinidagi Zirabuloq tepaligida sodir bo'ladi. Ammo qo'shin Mirzacho'lda sahroda qolib ketadi va ortga qaytishga majbur bo'ladi. 14-iyun kuni erta tongda rus qo'shini buxoroliklar joylashgan tepalikka yaqinlashadi. Ammo ushbu shartnoma Rossiya imperatori Aleksandr II tomonidan tasdiqlanmaydi. 1853-1873-yillar o'zbek xalqi tarixida og'ir yillar bo'ldi. Ushbu 20 yil davomida 3 o'zbek davlati, Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonligi Rossiya imperiyasi tomonidan birin-ketin bo'ysundirildi. Qurol-yarog' va zamonaviy armiya jihatdan Rossiyadan ancha orqada bo'lgan o'zbek davlatlari dushmanga mardonavor qarshilik ko'rsatdi. 10 minglab mahalliy aholi vatani uchun kurashda halok bo'ldi. Ammo bugungi kunda ko'plab o'zbekistonliklar 19-asrda ajdodlarimiz ruslarga yetarli qarshilik ko'rsatmagan deb hisoblaydi. Chunonchi ular ushbu davlatlar hukmdorlarini qo'shin to'plamaganlikda, zamonaviy qurollar bilan qurilmaganlikda va hatto ba'zan sotqinlikda ham ayblaydi. Bu qisman SSSR propagandasi mahsuli bo'lsa, qisman haqiqiy tarixning keyingi davrlarda ham targ'ib qilinmagani, yoritilmagani bilan bog'liq. Aslida o'zbek xalqi dushmanga qarshi qo'lidan kelgancha imkoni boricha kurash olib borgandi. To'g'ri, ular birlasha olmadi, biroq tarixda umuman dunyoda umumiy dushmanga qarshi birlashmagan xalq o'zbeklar emas. Masalan, hindlar ham Britaniya imperiyasiga qarshi kurashda birlasha olmagan va natijada bir necha yuz yillik mustamlaka davri boshlangan. Amir va xonlar ruslarga qarshi kurash uchun chet eldan ham yordam izlagan. Xususan, Amir Muzaffar Britaniya qirolichasi Viktoriya va Hindistondagi Britaniya general-gubernatoriga maktub yo'llab, qurol-yarog' va harbiy yordam so'ragan. Bundan tashqari, Turkiya, Afg'oniston va boshqa davlatlardan ham madad izlangan. Birlasha olmagan va chetdan ham yordam ololmagan o'zbek davlatlari baribir yovga qarshi mardonavor kurashgan. Xususan, o'zbek davlatlari ichida eng markazlashgan Buxoro amirligi Rossiya imperiyasi bilan yirik janglar o'tkazgandi. Amir Muzaffar bir necha marotaba dushmanga jiddiy qarshilik tashkil qilishga urinadi. Ikki o'rtadagi asosiy hal qiluvchi jang 1868-yil hozirgi Kattaqo'rg'on yaqinidagi Zirabuloq tepaligida sodir bo'ladi. 1853-1867-yillarda Qo'qon xonligiga muvaffaqiyatli yurish qilgan ruslar tez orada Buxoro amirligi bilan ham ziddiyatga boradi. Ruslar umuman Qo'qonga urush olib borayotgan bir paytning o'zida Buxoroga ham tajovuz qilishni rejalashtiradi. Chunki Qo'qonning oxirgi xoni Xudoyorxon Buxoro amiri Muzaffar bilan ancha qalin ittifoqchi bo'lib, ular orasida o'zaro yordam masalasi ham ko'rilgan. Chunonchi Buxoro amirligi lashkari Toshkent himoyasiga ham yordamga kelgan edi. Ruslar Oqmachi, Turkiston va Toshkentni egallagandan keyin Buxoro va Qo'qon o'rtasidagi aloqani uzish uchun Xo'jand va O'ratepaga ham hujum boshlaydi. 1866-yilning 30-yanvar kuni general Chernyayev 14 ta piyoda va 6 ta kazak otryadi bilan Sirdaryoni kesib o'tib Buxoroga qarab yuradi. Ammo qo'shin Mirzacho'lda sahroda qolib ketadi va ortga qaytishga majbur bo'ladi. Chernyayev muvaffaqiyatsizligi buxoroliklarni ruhlantiradi va Amir Muzaffar ruslardan Toshkentni bo'shatib qo'yishni so'raydi. Tabiiyki, rad javobini oladi. Har ikki tomon urushga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Bu orada Chernyayev Moskvaga chaqirib olinadi va Buxoro yurishga tayyorgarlik ko'rish general Romanovskiy zimmasiga yuklanadi. 1866-yilning may oyida Romanovskiy 2000 kishilik yaxshi qurollangan rus qo'shini bilan Buxoro amirligi yerlariga bostirib kiradi. 20-may kuni Jizzax yaqinidagi Erjar tepaligida amirlik va rus qo'shinlari o'rtasidagi ilk to'qnashuv yuz beradi. Qo'shinlar soni jihatdan amirlik mutlaq ustun edi. Ruslarning 2000 kishilik qo'shiniga qarshi Buxoroning 30 ming sarbozi saflanadi. Biroq Buxoro qo'shini ruslar kabi muntazam, doimiy harbiy tayyorgarlikdan o'tgan askarlar emas, tinch aholi orasidan urush payti yig'ilgan dehqon yoki boshqa kasb egalaridan tashkil topgandi. Jangda ruslarning ilg'or artilleriyadan foydalanishi Buxoro qo'shini saflari buzilishiga olib keladi. Amir Muzaffar o'z qo'shinlarini qayta tartibga keltirib qarshi hujumga o'tish o'rniga tezda Samarqandga qochib ketadi. Erjardagi mag'lubiyatdan keyin butun Buxoro tushkunlikka tushib qoladi, chunki bungacha Islom amirligi o'zini eng kuchli davlatlardan biri sanab kelayotgandi. Dindor qatlam va ulamolar amirni jang taqdiri hal bo'lmasdan jang maydonini tashlab qochishda va hatto Rossiya bilan til biriktirishda ayblaydi. Ruslar Xo'jand va Jizzaxni qo'lga kiritgach, amirga tinchlik shartnomasi taklif qiladi.
Chunki asosiy vazifa bajarilgan bo'lib, Buxoro va Qo'qon xonliklari chegarasi uzib qo'yilgan, Buxorodan uzilib qolgan Xudoyorxon Kaufman bilan tinchlik shartnomasini imzolashga majbur bo'lgandi. Biroq katta bosimga uchragan amir tinchlik taklifiga javob bermaydi va rus qo'shini amirlik tomon yurishni davom ettiradi. Amir Muzaffar qo'l ostidagi barcha kuchlarni safarbar qilishiga qaramay, rus qo'shinini to'xtatib qololmaydi va 1868-yil may oyida Cho'ponotada yana yengilib, Samarqandni ham boy beradi. Shundan so'ng har ikkala tomon hal qiluvchi jangga tayyorgarlik ko'rishni boshlab yuboradi. 1868-yil iyun oyida amir lashkari Samarqand va Buxoro orasidagi Zirabuloq tepaliklarida to'planadi. Bu armiya ham asosan tinch aholi orasidan to'plangan askarlardan iborat edi. 14-iyun kuni erta tongda rus qo'shini buxoroliklar joylashgan tepalikka yaqinlashadi. Ularning qarshisida amirlik piyodalari turardi. Piyodalar orqasidagi tepalikda esa 14 ta artilleriya quroli va 15 ming otliq qo'shin joylashgandi. Rus qo'shinlari ikki kolonnaga bo'linadi. Biriga polkovnik Pistolkors, ikkinchisiga esa polkovnik Abramov boshchilik qiladi. Jang Pistolkors bo'linmasining yengil qurollangan otliqlardan iborat o'ng qanoti Buxoro qo'shinining chap qanotiga hujumi bilan boshlanadi. Bu bilan bir vaqtda rus kazaklari ham oldinga intiladi. Ularning artilleriyasi esa dushman piyodalarini to'pga tutadi. Buxoroning ancha eskirgan yirik artilleriyasi o'qlari esa rus pozitsiyalariga yetib bormaydi. Natijada artilleriya o'z piyodalarini himoya qila olmaydi. Buxoro qo'shinlari katta yo'qotishlarga uchraydi. Dushmanning chap qanoti ham hujumga o'tgach, Buxoro qo'shini markazdagi piyodalar yoyilib ketadi va qochishga tushadi. Ruslar o'zbek qo'shinini 8 kilometrgacha ta'qib qilib boradi. Butun vodiy Buxoro askarlarining jasadlari bilan qoplanadi. Shunga qaramay, buxoroliklar saflarini tiklab olib qarshi hujumga o'tadi. Ammo ushbu qarshi hujum tartibsiz ravishda amalga oshiriladi. Qanotlar uyushmagan holda oldinga otiladi. Rus otryadi o'rab olinganiga qaramasdan yetib kelgan yordam tufayli hujumni yana qaytarib yuboradi. Asta-sekin butun amirlik qo'shini yalpi chekinishni boshlaydi. Soat 10larga kelib, Zirabuloq tepaliklarida bironta ham Buxoro amirligi askari qolmagandi. Ruslar amirning chodiri va artilleriya qurollari, shuningdek bir qancha o'q-dorilarni qo'lga kiritadi. Butun tepaliklar o'zbek jangchilarining jasadlari bilan to'lgan edi. Amir Muzaffar 200 nafar xos navkar va bir necha ming kishilik qo'shini bilan chekinishga va sog'-omon qolishga muvaffaq bo'ladi. Ushbu jangda rossiyaliklar tarkibida rassom Nikolay Karazin ham ishtirok etadi. U buxoroliklar bilan yuzma-yuz jangda qilichini sindirib qo'yadi. Keyinchalik unga jasorati uchun yozuvli oltin qilich va Georgiy lentasi beriladi. Ushbu sariq-qora lentani ko'pchiligingiz ko'rgansiz, ko'rmagan bo'lsangiz ham 9-mayda yana ko'rasiz. Xullas, Karazin keyinchalik xuddi shu nomda, ya'ni Zirabuloq jangi nomidagi kartinani ham chizgan. Zirabuloq jangidan keyin dushman Buxoroga qadar yetib kelmasligi uchun Amir Muzaffarda tinchlik sulh so'rashdan boshqa iloj qolmaydi. Kaufman uning so'rovini qabul qiladi va tinchlik shartnomasi imzolanadi. Shartnomani ruslar tomonidan general-gubernator fon Kaufman, Buxoro tomonidan esa elchi Musabek imzolaydi. Shartnomaga binoan Buxoro amirligining bir qancha hududlari Samarqand, Jizzax, Kattaqo'rg'on, Panjkent va Urgut Turkiston general-gubernatorligi tarkibiga o'tadi. Bundan tashqari amir rus hukumatiga ulkan miqdordagi o'lpon ham to'laydi. Shuningdek, rossiyalik savdogarlar amirlik hududida erkin savdo qilish huquqini va musulmon savdogarlar bilan bir xil savdo bojlarini to'lash imkoniyatini qo'lga kiritadi. Rossiya tovarlariga 2,5% miqdorida boj belgilanadi. Rossiya fuqarolarining amirlik hududida erkin harakatlanishi kafolatlanadi. Ammo ushbu shartnoma Rossiya imperatori Aleksandr II tomonidan tasdiqlanmaydi. Natijada 1873-yilda yangi Shahrisabz shart shartnomasi imzolanadi. Ushbu shartnoma Buxoro amirligini rasman Rossiya imperiyasining protektorati, ya'ni yarim mustamlakasiga aylantiradi. Shunday qilib Buxoro amiri Muzaffar, uning qo'mondonlari va xalqi vatanni dushmandan saqlab qola olmaydi. Bunga Rossiya imperiyasining zamonaviy qurollarga, tartibli armiyaga ega ekanligi ham sabab bo'ladi bir tomondan. Ikkinchi tomondan esa xonlikning uyushgan armiyasi yo'qligi, uch xonlik bir-biri bilan kelishmagani ham muhim omil bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, bu o'rinda ta'kidlash kerakki, o'zbek xalqi kurashsiz dushmanga yengilmagan yoki taslim bo'lmagan. Aksincha, ular oxirgi imkon qolguncha vatan uchun kurashgan. Buxoro amiri qarshilik ko'rsatmagani va o'z sarkardasining qizi bilan qandaydir fitnalar qilgani haqidagi xabarlar bu shunchaki Sovet davlatining propagandasi bo'lib, bu orqali ular xalqni oldingi davrda nafratlanishga, uni qoralashga o'rgatishni maqsad qilgandi. Aslida esa
ular qo'ldan kelgancha qarshilik olib borgandi va afsuski, bunda ular muvaffaqiyatga erisha olmadi.